Ba'zilar aka-uka, ota-bola, ona-bola, er va xotin va boshqalar orasida bir-birini yoqtirmay qolish kabi sovuqlik paydo bo'lib qolsa, sehrgarlar huzuriga chopadilar. Bu Alloh huzurida katta jinoyat ekanini bilsalar-da pisand qilmaydilar. Sehrgar zamirida kufr bo'lgan tilsimotlar o'qib bersa ham rizolashaveradilar. Eng muhimi ishlari bitsa bas. Bu Allohning bir sinovi bo'lib, ba'zilar yiqiladilar, ba'zilar esa o'tadilar. Yaxshilab izlasalar edi, ulamolarimiz oyatlar va Alloh ismlaridagi barakotlardan foydalanish sirlarini bayon qilib qo'yganlarini topar edi. Bu Allohga qilingan duo bo'lib, ham savobga, ham maqsadga erishadilar. Duo bu ibodatdir. Dunyo narsasini so'rasa ham oxirat zahirasi bo'lgan ajr savobga erishadi. Kim oilasi orasida sovuqchilik sezib qolsa, yo boshqalar orasida tafriq sehri qilinganligidan gumon qilsa, ushbu oyat virdidan foydalansin. Bir tartibi budur. Pokiza bir yerga kirib o'tiradi. Kechasi yoki kunduzi bo'lishi buning farqi yo'q. 7 kun uzluksiz o'qiydi. Istig'for 70 marotaba, salovat 70 marotaba. So'ng Mumtahana surasining 7-oyati 70 marotaba o'qiydi. Undan so'ng bu duoni 3 marotaba o'qiydi.